Hürmetlik vatandaşlık siyerlerimizi davamlaştırımız. Bugün Çiğistağ 2021 yılı 7. ayının 3. günü hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumunda Amerika matbuatları Xi Jinping'e düşman gerek. Baş gözü yeriledi, kan töküledi dep zorlavatıdı. Yani bu şundak şuarı bilen düşman peyda kılıvatıdı. Mavzuda haber 7. ayının 2. günü Cöngö'ye nazar tarbiyeti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Amerika matbuatları bundak haber kıldı. Cöngö Kompartiya siyasi hakimiyetinin reisi Xi Jinping partiya kurulğanlığının 100 yıllığını hatırlaş murasimida qasam qilib, Cöngö Kompartiyası düşmanlarının kelgüsüdür ki her qandaq toqunuşda beşi yeriledi, qani töküledi dedi. Lekin bunda söz ibarı zo'ravonlikqa ve tajovuz karakterli söz ibarılar Amerika ve Yaponiyaga qattiq diqqat qilishni keltirib chiqardi. Amerika ve Yaponiyada qattiq diqqat qilishni keltirib chiqardi. Ikki davlat qanday hamkorlashni o'ylashga boshladi. Tayvanni qo'g'dab, Cöngö armiyasining tajovuz qilishidan saqlanishni o'ylashga boshladi. Biz chet el kuchlarining Amerika shunday o'ylashga boshladi vatandoshlar. Biz chet el kuchlarining bo'zaq qilishiga, ezishiga, qo'l qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Dedi Xi Jinping. Uning so'zlarining inglizcha nusxalariga asoslanganda Xi Jinping yana mundaq dedi. Kim o'z beshimchilik qiladi ekan, shu kishining beshi yeriladi. Platdak istikam oldida qani to'kiladi. Xi Jinping zo'ravonning obrazini yaratdi. Nutqada so'zlash orqali reis Xi Jinping bir zo'ravonning obrazini yaratdi. Tahlilchilar mundaq deyishdi. Xi Jinpingning so'zlari Amerikaga qaratildi. Uning so'zlari Amerikaga bishorat berganlikdir. Xi Jinping mundaq dedi: biz keskin harakat qo'llanib, Tayvan mustaqilligi urinishlarini o'zil-kesil tarmar qilishimiz lozim. Bir necha 10 yildan beri Cöngö Kompartiya siyasi hakimiyeti Tayvanga egilik huquq yurgizish to'g'risida so'zlab keldi. Lekin Tayvanga aslo egilik huquq yurgizilmadi. Chunki Tayvan Amerikaning qo'llashiga erishdi. Yaponiya Tayvanni o'zining bexatarligining muhim urush maydoni deb hisoblaydi. Chunki Tayvan oroli Cöngö bilan talash tortish bo'layotgan orollar yaqin yerga joylashgan. Yaponiyaning Chongqing oroli bilan qarishib turdi, bir-biriga qarishib turdi. Chongqing orolida Amerikaning 30 ming kishilik armiyasi turg'izilgan.